Assalomu alaykum. Bugun 2025-yil 7-aprel kuni Biznes rivojlantirish banki Uchqo'rg'on bank xizmatlari markazi tomonidan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgan bo'lib, o'tkazmoqdamiz. Ushbu yig'ilishni Xoliq Anvar aka ochadilar va olib boradilar. Anvar aka, so'z sizga. Birinchi bularga produktlarimiz haqida ma'lumot berib, keyin tadbirkorlarimiz o'zlarini qiziqtirgan, o'zlarining oldida turgan muammolar bo'yicha murojaat qilishsa, siz batafsil tushuncha berasiz aka. Assalomu alaykum. Shu hozir biznes rivojlantirish banki Uchqo'rg'on filiali Uchqo'rg'on bank xizmatlari markaziga hozir yuridik shaxslarga, jismoniy shaxslarga o'zini biznesini rivojlantirish bo'yicha ko'p mahsulotlarimiz bor. Ulardan masalan o'zlaringizni hozir biznes planlaring, biznes rejalaring bo'yicha bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mutaxassislarimiz bor. Shu bo'yicha qaysi soha yo'nalishi bo'yicha o'zlaringizni takliflaringizni bersalaring, shu bo'yicha amaliy yordam beramiz. Amaliy yordam beramiz sizlarga. Olib foydalaninglar, bizneslaringizni rivojlantiringlar. Hamma produktlarimiz, hamma yo'nalishlarimiz bor. Kimda masala bor? Opa, sizni masalangiz bor edi sizni? Men kredit yo'nalishi bo'yicha qishloq qurilish bankidan uy olganmiz. Uy olib shuni jadvalni chiqargan kelyapmiz. To'lov grafik bo'yicha. To'lov grafik. Buni kredit bo'lim mutaxassisi tomonidan hozir yig'ilishdan chiqib chiqarib beramiz, muammo yo'q. Yana kimda muammo? O'zingiz tanishtirib qo'yasiz. Chorvachilik yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlikmi, jismoniy shaxsmi? Qaysi yo'nalish bo'yicha mo'siz? Yakka tadbirkorlik bo'yicha. Buni hozir masalan biznesga mahallada biznes yo'nalishimiz bor, tadbirkorlik faoliyati bo'yicha. Hozirgi kunda masalan 5000 AQSh dollari bo'yicha so'm ekvivalentida olishingiz mumkin. Hozirgi kunda 64 million oshiqroq summaga to'g'ri keladi. Bu endi ikkita yo'nalish. Masalan, mahsulot olayotgan joyga o'tkazib berishimiz mumkin yoki bo'lmasa masalan biznes rivojlantirish bankidagi asosiy hisob raqamimizga tushirib bera olamiz. 3 yil muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan ajratib beramiz. Bularning masalasini 2 kun hozir ariza bergansiz, bo'lmasa mutaxassisimiz bor, ko'rib chiqib sizga 2-3 bank ish kunda natijasi bo'yicha xabardor qilamiz. Rahmat. Biz issiqxona bo'yicha ariza topshirgandik. Endi nima bo'yicha arizalar topshirdik. Kreditkami? Issiqxona yo'nalishida. o'zingiz xonadoningizda, yashash xonadoningizda mo'siz. Tadbirkorlik bo'yicha topshirgandik. Endi nima bo'lsa arizamiz ko'rib chiqilyapti. Bo'ldi, ariza topshirgan bo'lsangiz, hozir har bitta mahallaga bo'limga o'zimizni bank, mahalla banklarimiz bor. Sizga masalan boshlang'ich borib o'rganishadi. Dastlabki monitoringni qilishadi. Haqiqatan sharoitingiz boshqasi bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab turib ajratib beramiz. O'zimizni o'sha mahalla biznes bo'yicha yo'nalishimizdan imtiyozli kredit ajratib beramiz. Bo'ldi, agar qolganlarda savol, takliflar bo'lmasa, hammaga rahmat.